Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlar 10-martga namoz vaqtlari bilan tanishmoqdasiz. Iltimos, kanalimizga yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarimizni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Azizlar, kommentar yozayotganlarga va videolarni ko'rib foydalanib borayotganlarga assalomu alaykum va alaykum assalom. Omonmisizlar? Barchalaringizni hurmat qilaman. Barchalaringizga hurmatim cheksiz. Barchalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. Barchamizni Alloh o'z panohida asrasin. Barchamizdan o'zi rozi bo'lsin. Salomat bo'lingizlar.